Menga diyetalar umuman ta'sir qilmaydi. Meni ishtaham karne, nafsim buzuq. Umuman diyeta qilib ozolmayman deydigan ayollar uchun bu video oxirigacha ko'ringlar. Ishtahani balandligi bu nafs buzuqlik emas o'rtoqlar. Ishtaha balandligi bu organizmingiz sizga berayotgan signali. Ya'ni agar ishtahangiz bilan bog'liq bo'lgan gormonlaringizda muammolar bo'ladigan bo'lsa, sizda kuchli ochlik yuzaga kelaveradi. Qancha ovqatlansangiz ham to'ymaysiz. O'shaning uchun ham ishtahani normaga solish uchun birinchi bo'lib gormonlarni normaga solish kerak bo'ladi. Uyquni normaga solish kerak bo'ladi. Organizmda yetishmayotgan vitamin, minerallar ham sizning organizmingizga yetishmasa, siz o'zingizni och his qilishni boshlaysiz. Shuning uchun ham men gormonal ozish kursida 4 yildan buyon 10 mingdan oshiq ziyod ayollarni sog'lom vazn tashlashlariga yordam berib kelyapman. Agar siz ham sog'lom, maza qilib ovqatlanib, uy sharoitida vazn tashlashni xohlasangiz, hozirroq kommentariyaga plus belgisini qoldiring, chunki o'sha joylarimiz sanoqli qoldi.